Oldinlari harom yo'l bilan pul topardim men. Hozir qattiq gapirdim. Voy, bu qanaqa harom yo'l bilan pul topgan ekan deb qolmay, haqqini yerdim men ham. Ya'ni aytib berardim-ku постоянно. Birovni qo'lida ishlaganimda, o'zim mashina tikkanimda u halol edi. Birovni qo'lida ishlaganimda men ikkita ko'ylak tiksam bittasini aytmasdim-da, jurnalga yozmasdim. Levoy qilardim. Bu harom-ku. Men o'zim o'ylardim, O'zbekistondan borganman, meni Xudo kechiradi. O'zbekistondan borganman-ku, men musulmonman-ku, meni kechiradi deb o'ylaymiz. Musulmonlar o'zi hamma shunaqa. Musulmonman, menga можно deymizda, hammasi bir nima qilib beramiz. Men ham xuddi shunday borganman-da, menga можно. Bolam O'zbekistonda, men bu yoqda, bolalarim, men bechoraman, men musofirchilikda yuribman, meni Alloh taolo kechiradi deb turib levoy qilardim-da. Kechirmas ekan qizlar. Kechirmaydi. Hay dedi, eshitmadim. Hey dedi, eshitmadim. Oxirida bitta urdi boshimga. Fuk deb yiqildim-da. Nima uchun deb yig'lab o'tirganman keyin. Xos kulgili. Lekin minnatdorman Xudodan. Mana shu insult qilgani uchun ham insult Alloh qilmadi, men qildim. O'zim insultga o'zim bordim. U meni предупреждать qildi просто. Mumkin emas, mumkin emas, ertaga o'lib ketasan, yiqilasan. Hey, kechqurun uxlash kerak bandam dedi. Yo'q, menga pul kerak, pul dedim. Men aytdim, menga pul kerak dedim. Qanaqa uyqu dedim. Hali ulguraman uxlashga dedim. U dunyoga borganda uxlaymiz hali dedim-da. Menga pul kerak, pul deb turib, o'lib tirilib mashina tikurganim oxirida. Fuk deb yiqildim, bo'ldi shu bilan. Alloh akbar. Hozir kulgili tavba qildim. U paytda lekin kulgili emas edi.